Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga yangi magnitofonlar kelib qolgandi. Shularni ko'rsatib ketadigan obzor qilib videoga like bosishni unutmanglar. Tak, mana bunaqa magnitofon mashinaniki. Sovet davrida Moskvichlarda bo'lardi. Eslaganlar bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. Kimda shunaqa magnitofon bo'lgan mashinaniki eslaganlar bo'lsa yozib ketinglar. Keyin bunaqa magnitofon va keyinroq chiqqan magnitofonlarda kasetli va radio va afsonaviy elektronika magnitofoni eslaganlar bo'lsa kerak. Kimda bo'lgan bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. Haligacha kimda bo'lsa yozib qo'ysanglar, kerak bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Qo'shimcha qilib bunaqa suvenirni butilkalar. Videoni shunaqa eski narsalarga qiziqadigan, texnikaga qiziqadigan do'stlarga jo'natib qo'ysanglar, bir eslashi mumkin. Shularni ko'rsatib ketadigan yangi kelib qolgani uchun. Xayr, salomat bo'linglar.